Yo'q, hammaga konnichiwa do'stlar. Sizlarni yangigina videoimda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Do'stlar, bugungi videoda ko'pchilik kutgan va ko'pchilik so'ragan Orolchada Survival'ning 3-qismini o'zimni brachkam, o'zimni ukam bo'lgan Arabboy bilan birgalikda olamiz. Qani bo'lmasa obunachilar bilan salomlash Arabboy. Salom do'stlar. Yaxshimisizlar? Like bosib qo'yinglar, podpiska bo'lib turib aytib oldilar. Ana do'stlar, Arabboy ukamning gapini eshitdinglar. Arabboy ukam bundan boshqa gap bilmaydi. Tushunasizlar o'zlaring xullas. What? Tavba qildim. Xullas do'stlar, bugungi videoda biz Arabboy ukalarimiz qurgan narsalarni birin-ketin obzor qilib chiqamiz va Arabboy ukam bilan Orolchada o'ynaymiz desak ham bo'ladi. Arabboy hozirgiga bu anaqaga qo'shildi. Va Arabboy senga narsa yasab berem, yur. Senga narsa yasab beraylik. O'tgan qismda obunachilar men dahshat ko'p olmoslar topib chiqqanman. Mana meta sandiqda olmoslar bor. Hozir Arabboy ukamga ham olmosdan bir-ikkita mayda-chuyda narsalar yasab beramiz. Orqamdan yur. Mana obunachilar bu birinchi qavatini ham qurganman. Meta sandiqlar, bir balo battarlar va bitta esa sandiq. İjtimoiy metr sandiqda men yasab beraman olmosdan deyapman. Arabboy. Beteke. Yo, yaxshi turibman. Qara, mo sandiqni ochyapman, qara, ochdim mana. Ichiga narsalar solib qo'yapman. O'zing ovalasan degan umiddaman va albatta senga kerak bo'ladi. Qani, bloklar qaysi sandiqda edi? Bir dona cho'p. Bitta cho'p, ha? Bir dona cho'p yo'qmi? Ketdim chopib kelaveramiz. Bo'lib topdim. Metta ekan cho'pim. Qidirib yuribman. Senga bitta qilich bilan albatta bitta ishtim. Bo'ldi, tamom olmos. Senga qilich yasab beraman. Mana sandiqqa yana o'sha sandiqqa qilich qo'yib qo'yapman. O'zing bilib olasan. Suyib olamiz. Yana bitta xolos. Olmos qolmoqda. Yana konga tushib topib chiqamiz va yur, obunachilarga tezroq qurgan narsalarimni obzor qilishimiz kerak. Qo'l ketdik. Obunachilar, men bu yerda polni yo'lda fakellar qo'yib chiqaman va bu fakellar tezda obzor qilib keyin o'yin o'ynaymiz obunachilar. Mana bu yerda basseyn qurganman, buni tushuntirish lazim. Metta esa portal, nezirga, metta esa g'ordan anaqa qilib olganmiz. Xohlagan narsalarni aynalib yurib turadi bu. Men to'betra obzor qildim. Metta esa mana obunachilar kema. Zo'r chiqibdimi? Kommentariyaga o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Nezirga o'tdingmi, jinni? Qayt, nezirga o'lib ketasan. Arabboy ukam bilmasdan nezirga ketib bordi. Mayli, bola paqirga qiyin. Arabboy. Da. Xullas, metta kom bor, batta komdan narsalar topib chiqish mumkin. Metta esa ko'l bor. Hozir. Desa, metta fermalar, u naryoqdan ham ferma, batta daraxtzor. Netta esa kemalar turadigan joy bor, bitta esa qal'a bor. Yur, uyga kir. Qanisan? O'rtada? Ha, bo'ldi, yur. Mettamisan uka? Sen qidirib yuribsan. Yur. Bu bo'lyapti. Pip, ikkinchi qavatga nima chiqib ketdi? Bu 1, 2, 3. Sana ko'ting 3. Ketdik. Suvga to'ldirib ol, o'yin o'ynaymiz. Obunachilar, Arabboy ukalarimiz kuylashmachoq o'ynaymiz. Arabboy aka, qoidalar tushuntiray. Hozir bittamiz kuylaymiz, bittamiz bo'lsa metdan chiqib bor. Borib turman seni bir marta ursam, endi sen kuylash navbati bo'ladi va men qochaman. Shuni tayyorman deganingda boshlaymiz. Savol oldingmi? Tayyormisan? Qoch. To'xta. Obunachilar, shunaqangi qiziqarli va reaksiyaga boy videolarni ko'rish uchun kanalimga obuna bo'lib va videochaga like bosinglar. Voy, rosa o'tkazib yordim ha. To'xta. Ay! To'xta deyapman. Arabboy, robchi, sen orqaga tezda qayirib yorma. Ushlab ol sen, senga mana. Senga malades men ushlab olsang. Qal'aga chiqib ketyapman do'stlar. Bu Arabboy hali berib chiqmaydi. Hayır. Yo, water drop qilib tezda pastga tushib oldim obunachilar.
Sen tushma, o'lib ketishing mumkin. Voy jinni, uyga qoch. Chiqyaptimi? Uy, do'stlar kelyapti. Yaramas, kelyapti. Men tepa qavatga chiqib ketdim, obunachilar battamani aniq topolmaydi. U yozuvini ko'ryapman. Men tepa qavatdaman, hali sirli xonadaman men. Sirli xonadan chiqadigan joydaman. Hop, araboy meni. Ushlab meni, men hali ham ashta turibman. Chiqyapsanmi? Qoch. Yo, qoch. Kelyapsanmi? Yo, ishalversa araboy bada hayotda hech qachon ushlolmaysan. Yo. Do'stlar, araboyga menga dahshat yaqin. Prosta jicha harakat qilsa ushlab oladi. Faqat araboyda harakat degan narsa yo'q. Araboy, men hali ham turibman qalan ichida. Ushlab ol, kerak bo'lsa. Qoida bo'yicha men kuylashing kerak. Uyga kirib ketishing shart emas, qoida bo'yicha. Nima qilyapsan? Kamon yo'q, xavotir olma, faqat men ushlashim kerak. Bo'l, u video cho'zilib ketyapti. 1-2 raund bo'ladi xolos. Men mana qalan ichida turibman, yashirinib olganman. Bu meni ko'ryapsanmi? Piu. Bekin olganman shunda ham. Shuni oldimga chiqsang. Pastga tushma. Bu qoida bo'yicha qotishim kerak. Sen oldimga chiqishingga pastga tushaverman. Burjicha sen tomosha qilaman. Arabo uka qalaysan deyman. Va men qo'lingdan kelsa ushlab ol deyman. Sen tuxumni bas, meni ishla, ash tuxumda meni otib chiysen ham hisobga kiraveradi. Endi meni qo'lingdan kelsa top. Faqat narsa ko'lash mumkin emas, yerda ko'lash umuman mumkin emas. Atga kiradigan joy bor, mana men g'ordaman. G'orda bilasan, qatqari. Tezroq chiqishga. Oldimga keldi. Araboy, rahim qilasan, nobada to'fose. Qatga qochaman endi, qoch. Qoch, yur sencha, yur. Yur, chiq. Ay, to'xta, yaramas, to'xta. Ishlayman. Tuxumni menga berib ket, seni chiyaman. Urmayman, men oldinda men tuxumni shuna tashab ket. Men 3 ga sanab turaman tuxumni tashab bo'lgandan keyin. Tushib ketdi. Ha, yonda turibdi-ku tuxum qo'lingda. Shu tuxumni na yerga tasha. Men avvalo bo'ldi, keyin ketaverasan, ushamayman. Bo'ldi, qochur. Mayli, do'stlar, tuxumni oldim. Bu tuxum yordamida hozir araboyni ayiraman. Agar tuxumda chiysam ham rozi bo'lasan, araboy? Yaxshilab mo'ljalga olib chiyish. Voy mol. To'xta, hozir shuni ushlasam bo'ldi do'stlar, video tugadi va bugungi videomiz ham o'z nihoyasiga yetadi. Shuni ushlagandan keyin bo'ldi. Endi sen kuyla. Ding dururu, ding dururu. Pimpa pumpa, pim pum. Bo'ldi. Xullas do'stlar, yangi videolar. Xullas do'stlar, bugungi videomiz shu joyda o'z nihoyasiga yetadi va bu video sizlarga yoqqan bo'lsa, agarda shu video do'stlar 10 ta like yig'sa, men yana bitta yangi pauza videosini olaman. Ya'ni pauzasiz video nomli video olaman va u videoda ham araboy ukam qatnashadi, obunachilar, so'z beraman. Agarda men shu 10 dona like yig'ilsa bo'lgani. Nima suv quyasan, jinni kalleni hadib qimillatvorma, ichib olganmisan. Xullas do'stlar, keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.